Metan zapravkalari haqida shoshilinch xushxabar. Azizlar, ushbu xabar boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosib, videoni oxirigacha tomosha qiling. 6-mart kuni soat 09:00 dan e'tiboran metan zapravkalar faoliyati bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, mart oyining dastlabki kunlarida O'zbekistonda havo harorati keskin tushib, tabiiy gaz iste'molining ortishi va gaz quvurlarda bosimning pasayishiga sabab bo'lgan. Mazkur holatda birinchi navbatda aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan ta'minlashga ustuvorlik qaratilgan va avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan. O'tgan kunlar mobaynida olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida quvurlarda gaz bosimi normallashtirildi. Bu esa metan zapravkalar ish faoliyatini tiklash imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Shuningdek, vazirlik keltirilgan noqulayliklar uchun iste'molchilardan uzr so'rashini ma'lum qilgan.